Yo, barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan 17 Creators YouTube akkauntim do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu bizni obunachimiz 99 ta 53 ta video bilan postlargacha bor do'stlar. Va bugun mana shu obunachi 99 obunachi 100 ta qilishga harakat qilamiz do'stlar. Videolar qo'yib bo'lmasa mana shu do'stlar. Xo'p, nimasi ekan? Mana shu biz keyin 100 ta bo'lganimizdan keyin 3 kun vaqt beriladi. 3 kunda 5 ta obunachiga ko'tarilaversa, har kuni katta videolar sizlar uchun zo'r videolar, postlarda reykni qo'yamiz. Katta videolar zo'rlari bo'ladi. Shortsda ham mazza ko'radigan videolar bo'ladi do'stlar. O'shaning uchun tezroq like bosinglar. Obuna bo'linglar, do'stlarga jo'natib turinglar do'stlar. Mana postlar, mana 6 kun oldin qaysi zo'r kanal deganman, 17 Creators yoki Aksuganes Abdulhayni kanali 115 ta obunachi, lekin unda 198 video, menda atigi 53 ta video. 1145 Alijonni video kanali, unda 57 ta obunachisi bor va videosi 100 yana bilmay ko'ramiz hozir. Ko'ramiz. Mana videosi 112 ta 58 ta obunachisi. Va mana akkauntga ham obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. 17 kare 7 ga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu buvamda akkauntda tezroq biz 60 ta bo'lishimiz kerak. O'zi men yo'q, obunachilarimga unaqa nima va'da bermaganman. Anaka strikasiga yozib qo'yganman. 2027-yilgacha 200 ta bo'la olamizmi deb yozib qo'yganman. Va biz 2027-yil kelganda rostdan biz 200 ta bo'lishimiz kerak do'stlar. To'g'ri, bu juda ham qiyin. Bunisiga bu qachon ochilgan? 2026-yil 4-fevral. Bu 6 oy bo'ldi bu akkauntga. Bunisiga qiyin o'zi hozir bu hozirgi paytda o'zi bu hali 100 ta bo'lgan yo'q-da hali. Lekin 2027-yilgacha 200 ta bo'lishi kerak. Bu o'zimning akkauntim esa 18-iyun ochilgan, 2 oy bo'ldi atiga. 6 oylik akkauntda endi mayli, unda 6 oyda 59 ta obunachi, shuncha oyda hamma qilib qo'yaradi deysizlar. Lekin bo'pti mana. Bu 27 ta video xolos-da, bu kam. Katta videolarni hammasi ponni shortsiz qo'yiladi do'stlar. 27 ta video 59 ta obunachi. Bu mayli. Alida 58 ta obunachi, buvamnikida 59 ta. Men Alidan buvamniki ham hattoki Alidan ancha bitta obunachi ko'p. Video bo'yicha hali ko'p, ancha 112 ta. Qancha ustunlik? 27 ta video va 112 ta video obunachi. Ustunlik ancha. Xo'p, biz boshqa narsaga o'tib ketmaymiz va do'stlar, video yarim minutlik bo'ldi. Yaxshi ketyapti do'stlar. Barselona kommentlar olib ketibdi do'stlar. Do'stlar, bitta video qo'ygandim. O'sha kommentlar ko'payib ketibdi-da. Mana Ronaldo bilan Messi turibdi-yu. Bir yo'la videolarni ko'rsataman sizlarga. Mana shu video 1-avgust kechadan oldin qo'yilgan. Mana shu 5 ta komment yig'ibdi do'stlar. 80 ta like do'stlar, 80 ta like. Real Madrid fanati bo'lganlar, like bosingiz. Barselona fanatlari, komment yozamiz. Qani, kimning fanati ko'p ekan? Va do'stlar, men shorts chiqarishga davom etaveraman. Sizlar kommentlarga yozinglar. Mana bundaqa birinchi marta men video chiqardim. Tagda yana qaysi ismga deb yozilgan. Men birinchi mana shu Lazbi deganman, chunki Lazbi o'rtog'im yaxshi edi. Bunisiga
Men kanalimga obuna bo'lgan va do'stlar, har bitta qo'yayotgan videolarim men ko'rib chiqaman. Ismlarini yozinglar. Mana shu ismga yo shunaqa ismga desalar men shunaqa qilaman. Va sizlar katta bo'lganlaringizda shunaqa narsa bor ekan. Qancha pul topasizlar katta bo'lganlaringizda. Qancha pul bo'lasizlar. Masalan, mana Lazbek. Tepaga qaranglar. Mana tepada nima yurakcha bor-ku, like. O'shani tagiga qaranglar, Laziz deb yozilgan hozircha. 18 milliard 547 ming $10. 18 milliard dollar u bashi ko'p do'stlar. Mening shantaj do'stim maydonga tushdi. Real Madrid muxlislari like bosinglar do'stlar. Barselona muxlislari har bir videomga komment yozinglar. Har bir videomga bo'lsa like bosinglar. Real Madrid muxlislari. City muxlislari bo'lsa obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Hisobchi bitta. To'g'ri Interga endi penaltidan olmadi. Endi baribir sonib O'zbekiston do'stlar. Do'stlar, men anaqama. Do'stlar, bir minutdan keyin biz yana qaytamiz. Do'stlar, biz yana qaytdik va hozir do'stlar biz YouTube'ga video qo'ya olmayapmiz chunki nimagadir shunaqa nima katta video qo'yayotganda YouTube unaqa qo'yib bo'lmaykan. O'sha mashina boshlamaslikdan oldin qo'yib olish kerak ekan shortdas va do'stlar. Biz demak qo'ymaymiz. Do'stlar, mayli. Biz hozir katta video qo'yayotgan bo'lsak, normal ketyapti video 7 minut va 50 sekund bo'lyapti. To'g'ri biz hozir shortuz qo'ya olmaymiz, lekin shortuz qo'yilmasdan ham hozir biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Va bu yerda Omoxon do'stlar ko'rgan bo'lsalaring, mana shu Omoxon qiziqmayman, Omoxon zerikarli desalaring, mabodo shunaqa desalaring, noto'g'ri gap aytgan bo'lasizlar, chunki bu juda ham qiziq narsa. Chunki Omoxon o'zini hayoti qiziq bo'lmay qolyapti. Hozir u Darknet unaqa qilib videolar qo'yapti, buni qaranglar. Yo'q, bu nima desam ekan, Goblin bir tarafdan yordam beryapti Omoxon unaqalarga. Lekin Gambit bilmadim. Ish qilib men bilmadim. Tezroq bizning kanalimiz hozir 100 ta bo'lish kerak. Post qo'yarsak ham yaxshi, baribir 6 kun oldin qo'yilgan post. 10 kun o'tsa qo'yish kerak. Real yoki Barsa do'stlar, kommentga yozinglar. Maksimum bu katta videomizda odam ko'rish kerak. Maksimum bitta prosmotr, bitta like bosinglar bo'ldi. Bitta prosmotr, bitta like, bitta prosmotr, bitta like bo'lish kerak. Masalan, mana oxirgi marta qo'yilgan videomiz 1 oy oldin. Nimaga 13 ta odam ko'rgan-ku, nimaga 4 ta like? Uni ham 16 ta odam ko'rgan, nimaga 5 ta like? Uni ham 14 ta odam ko'rgan, nimaga 5 ta like? Uni ham nimaga 230 ta odam ko'rgan, 8 ta like? Bosinglar, bitta prosmotr, bitta like bo'llar. Bitta prosmotr, bitta like. Sizlar uchun zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman. Kerak bo'lsa, onasini ham dahshatli videolar qo'yaman kerak bo'lsa. Do'stlar, mana shu 100 ta qilinglarki, 5 ta, 10 tadan oshib ketaylik do'stlar. Kerak bo'lsa, birinchi knopkamizni ham olaveraylik. Ikkinchi oltinlari, brilliantlargacha olamiz kerak bo'lsa. Do'stlar,
bitta prosmotr bittalay. Davay do'stlar, bitta prosmotr bittalay bo'lsa. Biz hozir tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak do'stlar. Baribir birinchi akkauntim o'chib ketgandi, baribir hakkerlar chop olgandi do'stlar. Unda 842 ta obunachi do'stlar. 842 ta baribir bir tim bo'lib ketgan. Mana shu hisoblar, mana shu akkaunt o'chib ketgan. O'rganda do'stlar, videomiz 11 minutlik bo'ldi. Biz hali do'stlar 100 ta bo'lganimiz yo'q. Nimaga hali biz 100 ta bo'lganimiz yo'q? Nimaga do'stlar? 100 ta bo'lishimiz kerak hozir do'stlar. Nimaga hali 100 ta bo'lganimiz yo'q? Mana shu bitta 17 kiretishi akkauntga, mana shu YouTube akkauntiga bitta obuna bosinglar do'stlar. Bir dona 99 ta obunachi do'stlar. Iltimos sizlardan o'tinib so'rayman do'stlar. Bitta obuna bosinglar. Yo'q desa bir dona sizlarga qo'ldan kelgancha zo'r katta videolar, shortslar yaratishga harakat qilaman. Bitta meni shortsimga bitta komment yozinglar. Dilis haqida, Roblox, FIFA, xohlaganlarni yozinglar. Men aytib beraman. Roblox desalaring ham, Golazo deysizlarmi, Galasport deysizlarmi, FIFA deysizlarmi, Roblox deysizlarmi, boshqa o'yinlar deysizlarmi, PUBG dan tashqari men boshqa o'yinlar o'ynayman. Free Fire ham bor do'stlar. Do'stlar, shu videomiz yakunlanib bo'ldi. Biz 100 ta bo'la olmayapmiz. Hozir videomiz yo tugaydi, biz 100 ta bo'la olmay keyingi videoga ko'chiramiz buni. Yo, bugun qorong'ida meni oshnalarim va 1 yosh kichkina unaqalarim keladi, chunki meni 100 ta bo'lishimga tabriklashga, masalan, bir yo'la tabriklash qiziq ham ketadi, chunki buvamnikida 59 ta, 60 ta bo'lish uchun. Mana shu Ali keladi. Ali kelish kerak. Buvamnikida bu Abdulqayim kirish kerak va Azbek ham kirish kerak. Va bu Salah akkaunt ekan do'stlar. Videolar xuddi shartda yaxshi. Va do'stlar, videomiz shu joyda tugadi do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr. 100 ta bo'la olmadik va buni qorong'iga ko'chirishga harakat qilamiz do'stlar. Rahmat do'stlar.